Bu fotomontaj emas, bu dunyodagi eng telba poyezdlar. Yuzlab odamlar poyezd devorlariga osilib olishgan, tomlariga o'tirib olishgan, hattoki oynalariga yopishib olishgan. Ammo eng dahshatlisi shundaki, bu poyezdlar 140 km/soat tezlikkacha chiqadi. Tasavvur qiling, siz poyezd zinapoyasida osilib turibsiz. Poyezd esa 140 km/soat tezlikda ketmoqda. Odamlar yurish vaqtida tomlar bo'ylab bir vagondan boshqasiga o'tishadi. Ammo bir marta sirg'ansangiz, ikkinchi imkoniyat yo'q. Ba'zilar tomda hatto choy va ovqat ham sotishadi. Ba'zida bu poyezdlar g'oyib bo'lib qoladi. Radar ularni ko'rmaydi, go'yo havoga singib ketganday. Ammo eng telba jihati, odamlar hali ham bu poyezdlarga chiqishadi. Chunki tanlov yo'q. Kech qolsangiz, ish, maktab yoki hatto hayotingizni ham yo'qotasiz. Endi savol, siz ham shunday poyezdlarda va shunday joylarda yashashni xohlarmidingiz yoki shunday joylarda tug'ilmaganingizga shukr qilasizmi? Fikringizni kommentariyaga yozib qoldiring. Bizni yo'qotib qo'ymasligi uchun like bosib obuna bo'lishni unutmang.